Gapirma jim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim. O'ninchi bor xiyonat, lekin geligi boridan topsan. Malades, padaringga ming rahmat. Ketamanlik nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim. Undan ham battar bo'ldi, seni qaytib topganim. Astalar sekin, povutni berdim. Sonsa desa sonsa, gumalarim berdim. Bu qo'shiqni yozdim Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifatchilikni bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Berik ber eding. Aqomadi desam azgichani yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishtahang ham zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Hasan shuni menga bering. Uni beraymi senga? Bir narsa beraymi? Men pichang beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichang men bilan qoladi. Mana shu sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay, paka. Shoh aka. Gapirma jim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim.